bitta mashina bersangiz to'lab 1-2 yilda qutulaverardik. Yaxshi-da. Ma'qul bu bozor. Yil necha mashinangiz bor, dada? 14 da. Qancha yurgan? 262.500lar borum. Nima mashina kerak? Nima mashina olib keldinglar, nima mashina olib ketyapsizlar? Spark olib keldik, Cobalt olib ketyapmiz. Anvar aka nima yordam qilib berildi sizga? Nima yordam sizga ma'qul keldi? Ular bizga juda katta yordam berdilar. Aha. Boshlang'ich to'lovlarni to'lab berdilar. Aha. Xohlasa endi bu yog'iga o'zimiz Оформление, GAI, zapret hammasini ichida qilib, chiroyli qilib chiqarib berdilar. Siz bundan mamnunsiz, xursandsiz. Obunachilarga nima deb qolasiz? Obunachilarga kelinglar, sizlar ham shunaqa yangi mashinalarni minib ketinglar. Joningiz sog' bo'lsa, yaxshiligi buyursin. Hech qaysi avtokreditchilik bunaqa eski mashina bermayapti. Biz ham hisob-kitob to'g'rilab zo'r qilib yuribmiz-da. Gaz ballonlarini to'lab chiqartirib beraman. Hisob-kitobingizni qiling, to'g'ri kelsa oling, zo'rlash yo'q bu yerda. Ushbu misi pul kerak. Misi pulingizni ham qaytarib beraman, birinchi oyligingizni ham to'lab beraman. Bo'ladi, ma'qulmi aka? Ma'qul. Assalomu alaykum aka, charchabyapsizmi? Tuzumsiz? Jentralam oro bo'lsin. Anvar avtoga keldingiz. Anvar avto nima yordamlar qilib beryapti? Gaz qo'yib beryapti. Aha. GAI, nomer. Yugur xullas hamma narsa, rasxodlarni Anvar avtoni o'zi mana shu mashinaning nomimizga o'tkazgungacha Nomiga o'tkazib beryapti. Joningiz sog' bo'lsin. 11 ga kelishtirib zo'r qilib berdi. Zo'r qilib berdilar Anvar aka. Yaxshiligi buyursin. Yaxshiligi xizmat qilsin.